Hürmetli vatandaşlık siyani davamlaştırımız bugünkü sağ 2021 yıl 2. ayının 17. günü. Yukarılık siyanın devamı. Ne deydi? Simet, Kayri Simet şundak deydi ki bu katemki yığın G'arbdagi davlatlar qo'l tutishib, Jungoni cheklashning boshlanishi bo'lib qoldi. Va Amerika ovozi mundaq dedi: qonun loyiha o'tirib qo'yish birinchi qadamdir. Jungo xalqaro jamiyati devaylab kelyapti. Uning devaylab kelishi demokratik davlatlarning kuchli noroziligini qo'zg'adi. Ötken ayda 7 devlet guruhiga a'zo davlatlarning parlament a'zolaridan 70 nafar kishi murojaat e'lon qilib, o'z davlat rahbarlarining bu qatam 7 davlat guruhida yuqori darajaliklar yig'inida Jungoga qattiq maydon qo'llanishini talab qildi. Yana bir qo'ytay vatandosh. Jungo xalqaro jamiyati devaylab kelyapti. Uning devaylab kelishi demokratik davlatlarning kuchli noroziligini qo'zg'adi. O'tgan oyda 7 davlat guruhiga a'zo davlatlarning parlament a'zolaridan 70 nafar kishi murojaat e'lon qilib, o'z davlat rahbarlarining bu qatam 7 davlat guruhi yuqori darajaliklar yig'inida Jungoga qattiq maydon qo'llanishini talab qildi. Juqumliq virus masalasida ular mundaq ko'rsatdi. Jungo juqumliq virusning dastlabki hal qilish kuchini yo'shirib, Dunyo sayyohat tashkilotiga buzg'unchilik qilib keldi. Hamda mundaq ko'rsatdi, kelgusida juqumliq virus portlashining oldini olish uchun biz juqumliq virus kelib chiqqan va tarqalgan manbani mustaqil tekshirish kerak deb hisoblaymiz. Oldingi leksiyamiz nimdiq Jungo rad qildi, tekshirishni rad qildi va topshirishni rad qildi dedik vatandosh. Hozir bu 7 davlat guruhiga munosabatli yig'inning ro'yida bu gaplar o'tirg'i chiqyapti. Manbani juqumliq virusning manbini mustaqil tekshiramiz. Bilim Xavfsizlik strategiya va xalqaro tadqiqot markazi Yevropa turining mudiri Hedi Kolli Amerika ovoziga mundaq dedi: agar demokratik davlatlar ittifoqlashib, demokratik prinsiplarga tavranmay turadigan bo'lsa, undaqda Beijing bu davlatlarni parchalash vositasini ishlatilmaydi. O mundaq dedi: ba'zi Yevropa davlatlari Jungoga qarshi turishni o'ddiga elib, iqtisodiy ziyon tortishni xohlamayotdi. Lekin boshqa ittifoqdosh davlatlar bu xirisqa, ya'ni Jungodan kelayotgan xirisqa tezlik bilan taqobil turishning zarurligini tushunib yetdi. Jungoga taqobil turishni kayniga tortadigan bo'lsa, duch keladigan reallik qanchalik uzrab ketadigan bo'lsa, har bir davlatning egilik huquqi to'laydigan badal shuncha eg'ir bo'ladi. Demak, Jungo tutgan muomalada agar kayniga tortib yuradigan bo'lsang, dal vaqtida bir taraf qilmasang Jungo masalasini, har bir davlatning egilik huquqi keladigan xatar shuncha eg'ir bo'ladi deb. Demak, g'arb dunyosi amini bilib bo'ldi, to'nib bo'ldi degan gap bu vatandoshlar. Prezident Joe Biden Jungo kishilik huquqni dafsanda qilgan harakatlarning oqibatiga mas'ul bo'ladi. Yoki bu oqibatni o'ddiga oladi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 2 ayning 17 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden mundaq ko'rsatdi: Amerika kishilik huquq uchun nara tortishi lozim. Belki Jungo kishilik huquqni dafsanda qilganligi uchun dafsanda qilishning oqibatini o'ddiga oladi. Prezident Biden haftaning 2 kuni
2021 yıl 2 ayının 16 günü Wisconsin ştatını ziyaret kılganda CNN teşkilligen bir qatımlıq fuqarala programmısı da özü rəhbərlik qılıbatqan hükümetinin juqumluq virusinin tarqılışıға qandaq taqabıl turuş, Amerikanın iqtisadını qandaq güllendiriş meselesi de toxtalğan aralıqda muxbir ötke hafta Cungo'nun rəhbəri Xi Jinping bilen telefonda sözleşken ahval doğrusu da sual koydu. Koyulğan sual mındaq. Haftanın 2 günü CNN'nin fuqarala programmısı Prezident Joe Biden Cungo'nun rəhbəri Xi Jinping bilen telefonda sözleşken çağda Hong Kong, Uygurlar hem de Tayvan doğrusu toxtalğanlığını Cungo bolsa mecburlaş karakterli bir Cungo siyasını ahırlaştırmakçı bolavatqanlığını Amerikanın bir Cungo siyaseti bilen Cungo'nun bir Cungo prinsipinin tüpten oxşamaydıqanlığını yaşma karakterli sual koyup otturğu koyganda Prezident Joe Biden mındaq cevap verdi. Cungo dünyaya rəhbəri bolmaqçı buluvatıdı. Başka devletlerden bu işenç ki hem iyi bolmaqçı buluvatıdı. Yani başka devletlerin sükut kılışını, başka devletlerin ten elişini, makul deyişini kolga keltirmekçi buluvatıdı. Bir yerde başka devlet degende Amerika, şu Amerika'dan başka devlete göz gelmeyi Xitay degen. Lekin Cungo kişilik vakka karşı turuşla davamlaştırırken o bu işlerini əmeliləşdirilməkdə deb cevap verdi Prezident Joe Biden. Devamını anlayış vətəndaş.